Bugun oilada mishan qilish usulini olib keldim. Etish usuli intayin oddiy, ochiq-chuchuk, ko'ngilga tegmaydi, ishtahingizni ochadi. Qani birlikda o'rganaylik. Muvofiq miqdorda guruch cho'pini sug'ichlab yumshatib olamiz. Buningga to'q sho'rpasi ishlatamiz. Shunga to'qini eng avval suv silib, qaynatib sho'rpasini chiqarib olamiz. Yaxshi mazmunlardan vaqtida xabardor bo'laydisangiz, boshpatga to'p qo'shilib oling. Taom xumar do'stlarimiz uchun 60 xil dars tayyorladim. Buning ichida cho'ng taqsili qo'rma, har xil taom, pishiriq, ichimlik, murabba, bozorlik so'g'say darsligimizni 60 xil darsni 10 qo'y bilan o'rganaysiz. 60 xil taom to'piq tizimlatmoqchi bo'lsangiz, Undidar Nazi 7733 ekran ustidagi nomer shu. Qozonga muvofiq miqdorda may qo'yib, sinjang samsaq so'ng piyozlarni silib, pravurs qo'rib olgandan keyin, videoda ko'rsatgan dard-darmonlarni ezib tayyor qilib bo'lgandan keyin qozonga silib, buningga uyimizda azroq chanib olgan lazım silib etamiz. Yarim qo'sh purchaqqa yam solamiz, ya'ni do'panjang. Anandan keyin tayyorlab olgan go'shtni nip-zalat to'g'rab, pek uzun qo'rib etmaymiz. Qaynatib olgan to'q sho'rpasini muvofiq miqdorda qo'yib, vijin, jejin, tuz silib, ta'min tangishib olamiz. Azroq shang suv, shisan-shang silib etamiz, ta'mini yaxshi chiqarish uchun. To'q sho'rpasi bo'lmasa qaynoq suv qo'ysanglar bo'laverdi. Endi o'zimiz yaxshi ko'rgan sayko'ktatlarni uning ichiga silib bir qaynatib olamiz. Uning orqadan tayyorlab olgan mishanni solamiz. Sayko'ktatlar asos jihatdan pishib bo'lgan, shung bir ikki qatim qaynatib olsanglar bo'ldi. Bizning aytganimiz qat'iy ochiq bo'lmabdi. Ochiqni yaxshi ko'rsanglar, qizil lazlardan chiqarib sevasanglar bo'g'dak. Ballam yeyolmaydi va ta'mi ajoyib o'zgacha. Qani sizmi etib sinab beqing, vahshiy o'xshabdi.